Технология Huayuan. Централизированное устройство смазки для шасси транспортных средств. Mana. O'zini o'zi smaska qiladigan sistema. Xitoy buni yanada takomillashtirgan. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bu Xitoyda ishlab chiqarilgan Foton avtobusi. Carmixda mana shu sistema borligini, Xitoy mana shu narsani juda ham ommalashtirgani haqida video joylaganimda ba'zi bir negativlar bo'ldi. Mayli, zarar yo'q, hech narsaga e'tibor qilmaymiz. Bu sistema 1930-yilda Lincoln kompaniyasi tomonidan patentlangan. 70-yillarda Yevropada ommalashgan. Va keyinchalik Yevropada yo'llarda qaysidir ma'noda noqulayliklar kuzatilganligi uchun, ya'ni o'sha litol solidollar oqib yurganligi uchun Yevropada qaror chiqarib aluminium bo'lgan. Ya'ni kimdir texnika xarid qilayotgan payti qo'shimcha pul to'lasa, o'sha odam uchun imенно o'sha narsa qo'yib uskuna chiqarilgan. Agar qo'shimcha pul to'lamasa, bu narsa qo'yilmagan. Lekin Xitoyda mana shu avtobusni xarid qilsangiz, siz qo'shimcha pul to'lamasangiz ham shu asosiy funksiyalarning ichida shu sistema bor. Carmix xarid qilsangiz ham shunaqa, yoki qaysidir ma'noda boshqacha space texnikasini xarid qilsangiz ham bu narsa dob funksiya emas. O'zini komplektatsiyasida bo'ladi. Salomat bo'linglar.